Barchaga assalomu alaykum, qadrli YouTube kanalimning a'zolari va tasodifiy tomoshabinlari. Sizlar bilan Azbek Asqaraliyev. Bugungi videomizda sizlar bilan kompyuter xotirasidan o'chib ketgan ma'lumotlarni qanday qilib orqaga qaytarishni o'rganamiz. Buning uchun bizga maxsus PowerDate Recovery dasturi kerak bo'ladi. Bizda 6.6 versiyasi bor. Endi bu yerda o'zingiz kerakli bo'lgan menyuni tanlaysiz va o'chib ketgan ma'lumotlarni tiklash uchun playni bosamiz. Diskdan ixtiyoriy va tugmasini bosamiz. Disk ustiga bosib biroz kutamiz. Xo'sh, o'zingizga kerakli bo'lgan fayllarni tanlaysiz. Mana men shu faylni tanladim. Saqlanib tugmasini bosamiz. Qayerda saqlanib qilish kerak ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Disk C# ok. Ko'rib turibsiz. Bo'ldi. Endi o'sha yerni ochamiz. Fakt o'ttiz o'chib ketgan ma'lumotlarni qaytardi. Mana ko'rib turibsiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing, fikringizni kommentariyada qoldiring. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videoni do'stlaringizga ham tavsiya eting.